Assalomu alaykum, Qirg'iz bozor kanalini ko'ruvchilar. Bugun 9-may kunga bo'lsa subota biz Jalolobod oblasi Maman shahridagi qo'y bozoridamiz. Bismillah deb birinchi bo'likni tartib chiqdik mol bozorida. Kimga qiziq bo'lsa, kanalimizga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Bozor yaxshi. Semiz qunajinlarda buqalarni tartdik. So'zni ko'paytmasdan bismillah deb o'ng yoqdan boshlaylik. Hozir yerda ko'p qo'zlab turadi. Shularni bir tartaylik. Bunda qo'z kimdan ekan? 40 ming ekan. Urg'achi ekan aka. Erkakka. Quyruq o'ta moshni ekan. Bosh kishilar ekan biroq. Bosh kishilar ekan. Urg'achi qo'ziq ekan-da bosh. Ular qanchadan aka? 10 ming so'mdan. Erkak urg'achi. Erkak bir urg'achi deydi. Bozor qancha so'radi aka? Ertaman 10 dan so'radlar. Ha, ertaman 10 ming so'mdan so'radlar bermadim deydi. Ertadan bozor qancha so'radi? 15 dan. 15 dan. Urg'achi erkak, ha, biri ikkotan erkakmi? Nomir hazratlari yaxshi ekan, jana sirtda ko'rdim-da. Maşallah. Mana. Quyruqlari yaxshi. Qizlar bu Ha. 11,5 mingdan. 11,5 mingdan. Bozor qancha so'radi aka, sir bo'lmasa? Yo'q, bozor 11 mingdan so'radi. Bozor 11 mingdan so'radi, 500 so'm talas bermay qo'ydingiz. Ha. Qozlar biroq aksiya. Qozlar aksiyada. Qozlarchi arzon bo'ladi hozirchi. Dehqonlar liboy dehqon aytadi. Shunday malda qo'z osh kerak. Ertang jaylab ketganda qo'zi ko'tarib keladi. Bozorga keldi qo'zini bosib qo'y bo'ldi. Mana akamning saveti. 8 mingdan deydi. Nima bilan? Sara? 8 mingdan. Arashan deydi akam. Maşallah. Bo'ldi shu 12 ming. Erkak. Qancha so'radi bozor? 8ga 11 ming so'radi. 11 ming so'radi maşallah. Bo'lar bir ekan, biroq quyruq sari biraz. Endi biz sinchimaysiz. Просто endi o naraqdag'larga aytamiz, japa quyruq ekan. Qanchadan ekan avoblar? Aka? 15 dan. Bozor qancha so'radi? Eng yaxshi so'raganini aytib qo'ying-da. 15 ga bermadik, 15 ga. Nan 15 ga bermadingizmi? Ha, men berkichaga degan 15 ga bermadim deydi. Erkakmi? Erkak, quyruqlari yaxshi ekan. 16 ming so'mdan deydi. Bozor qancha so'radi aka? 15 dan so'radi deydi. Ham 9 ming so'mdan oldim deydi, maşallah. Uzun ekan bunasi, ha? Erkak ekan-a? Urg'achi ekan, maşallah. Yaxshi tushunapsiz aka? Uzun ekan bunasi-chi. Quyruqlarida moshli bo'ladi. Tuyoqlarida uzun ekan. 10 ming so'm deydi. Urg'achi erkakmi? Urg'achi ekan. Mana eko 11 dan. Mana kishilar 8 dan. 8 dan. Bozor qancha so'radi? Ekona 9 dan. Ekona 9 dan berdi. Nimalargachi? Ularga 6 dan berdi. Ularga 6 dan berdi deydi, inshaalloh. 13 12 deydi. Bunasi 13 ming ekan, bunasi 12 ekan. Quyruqlar moshli ekan bu. Liniya. Liniyada. Kompani liniya. Kompani. 15 dan kami bor deydi. Bozor qancha so'radi aka? Qol boshqa so'radi. 13 dan Dumbada so'rabdir, ha? Optim 13 dan so'rabdir. No, 17 dan ekan. Bo'ylar biik, moshli ekan biroqcha. Qo'sh bir aka. Shatlat et 35 dan qo'zlar bilan. 80 ming so'm dedi, 4 tish. Qizil o'xshaydi. Bo'zmi? Bo'z ekan. 42 ming so'mdan ketdi. Qancha tishlar ekan? 4 tish 6 tish. 4 tish 6 tish deydi. Maşallah, men qarasanglar moshli ekan, ha. Hazretlari. Ular Afgan arashan aralash o'xshaydi. Arashanli. Ha, arashanmi? Arashan deydi. Moshli ketdi. 35 dan bo'z. Bo'ldi, hozir men chalamiz. 4 tish 6 tish bular da. 4 tishga. Maşallah, qarasanglar cho'ng qo'ylar ekan. Quyruqlarni qarasangiz, boqqanlar shundaylar qildash kerak qo'ylar tushuningizcha. Ha? 8 ming. Bozor qancha so'radi aka? 35 ming. Bolasi erkakmi? Ha, yo'q, o'zingiz tartmayman aka. Bolasi erkak ekan, quyruqni qarasangizlar, maşallah deb qo'yinglar. Ko'z tiyib ketmasin.
Ekinci tişini evini jarat deydi. Akçasını 90 bin dedi ya. 60 bin dedi. Qarasangslar maşallah. Quyruqlari da yaxshi ekan. Razrez. Şunu taqib qo'yaylikmi? İnşallah. O'ta moshli. Tuyoqlari da qiziq bo'ladi odamlar. Aka nomer berasizmi, berasizmi? Berasiz ekan. Kimga qiziq bo'lsa nomerlar, telefon nomerni aytib qo'ying. 550 bilan 36 00 26. Kimga qiziq bo'lsa chalib so'rashaverasizlar. Kemi bo'ladi. 60 ming kemi bor dedingiz, ha? Inshaalloh. Qo'zi tish yarli ekan hali. 8 tish avgan. Aqchasini qancha dedingizlar? Skleroz bo'lib qolibdi, jashila turib 70 ming so'm deydi. Kami bo'ladi deydi, конечно. Bozorda ekan. Mana bozorda hozir 50 ming so'rab bermaysiz. Qo'shsa berib berasiz. Qo'shsa berib berayotganlar. Boylar qancha chiqadi primyerda aka? 97 chiqadi boylar. 97 chiqadi deydi. Qo'zini o'ta kuchli o'radi. O'zi boylarda biyiq, moshli o'zi. Yaxshi ekan mana. Quloqlariga ham bosib qo'ygan ekan, o'sha shunday bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Telefon nomerini aytib qo'ying aka. 551 men 01 62 58. 01 62 58. Ova, только WhatsApp. Только WhatsApp deydi. Kimga Qo'shqar kerak bo'lsa, chao baylanishaverasizlar mana, maşallah. 28 dan 34 gacha, maşallah. Yaxshilar, zo'rlar bor ekan ichida. Mana qarasangiz. Qo'z ishda endi bular. 28 dan 30 gacha dedik. Vrachgan qizlar bilan tanishib turibmiz. Reklama qilib qo'yaymi? Boy ekanda, ha? Nerede bir hektar dud sotib turibdi, ha? 21,5 olib tur akamiz. Baylaganda endi bu. Buga bor baylaysiz. Baylagan. Ha, maşallah. Berekeli qo'ylardan bo'lsin aka. 21,5 ming so'm olibdi. 150 gacha, neki tish? Tish jarlakmi? Maşallah, qo'zi tish deydi mana. 150 gacha. 150 ming so'm 6 tish deydi. Razrezlari moshli. 75 dan dedingizmi? 4 tish. Hem 4 tishni ham jaryapti. Razrezlari qarasangizmi, maşallah. O'ta moshli. Boy примерно 90. Примерно 90. Ha, o'lchak, примерно. O'lchak emas bizda, примерно urib 150 ming so'mdan qo'zi tish. Maşallah. Boylar biyiq ekan. Quyruqlarni qarasangiz. Bundan razrez bo'sh ekan, buni. Qo'zi tish hammasi. Qo'sqorliqqa ham rosa zaraytda, ha? Kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlari 222 bilan 74 04 14. 74 04 14. Chalaverasizlar. Qo'chqorlar qayerda bo'ladi? O'zingizlar, Jalloatlar? Jalloatda Borbuda ekan mana. Paroda Kisari. Ha, Oloto ekan. Paroda Oloto. İçinde moshlinlar bor ekan, cho'ng-cho'ng. O'zi bordig'i yaxshi ekan. Ondan yaxshini ichida ham yaxshisi bo'ladi-ku. Shundalar ham bor ekan. Mana. Qarasangsizlar, mana garbanos o'pqo'ylar. Mana. Bu yoqda bekin turganlardalar bor, mana. Maşallah. Tuğanlar qo'ldan kelishincha tartdik. Albatta kemchiliksiz ishingiz bo'lmaydi bizning. Kemchilik bo'lsa kechirasizlar. Video yoqqan bo'lsa biridan like, yaxshi so'zlaringizni kommentariyga yozib ketingizlar. Sarvoslarga beraka, uy bilan sizlarga tinchlik amonlik tilaymiz. Assalomu alaykum.